هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Zuhruf tefsiri 66. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dektanlağa İbn Kesir rahimuhullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri, Uygurca tercümesi Zuhruf suresi 66. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ula fakat kıyametinin özleri tuymagan alda üçtüm tut kelişinle kütüdü. Bu günde dostla bir-biriga düşman boludu. Fakat Allah üçün dostlaşkan takvadarlarla undaq emasdir. Ulağa bendelerim bugün sizlarga qo'rqinish yo'q, g'am qayg'umi yo'q deyildi. Ular bizning oyatlarimizga iymon etgan va musulmon bo'lganlar edi. Ularga sizlar ayollaringlar bilan birga xo'shal xo'ram holda jannatga kiringlar deyildi. Ularga oltin leganlarda taom, oltin jamlarda sharob tutildi. Jannatda ko'ngillar tortadigan, ko'zlar lazzatlanadigan narsalar bor. Sizlar jannatda mangu qolasizlar. Sizlar dunyoda qilgan yaxshi amallaringlar bilan varis bo'lgan jannat ana shudir. Jannatda nurg'un turlik mevalar bor. Uningdan yeysizlar. Qiyomatning tuyuqsiz keladiganligi, kafirlarning do'stlar orasida o'zaro düşmanlik yüz beradiganligi to'g'risida. Alloh taolo mundaq deydi: Payg'ambarlarni inkor qilgan ana shu mushriklar ular faqat qiyomatning o'zlari tuymagan holda ushtum tut kelishini kutadi, ya'ni qiyomat cho'qim bo'ladi va cho'qim yuz berdi. Ana shular qiyomat uchun tayyorliksiz g'aflat qolganlardir. Agar qiyomat kelsa, ushtum tut keladi. Ular onu sezmey qoladi. Shu vaqtda ular qattiq pushaymon qiladi. Biroq pushaymon ularga manfaat qilolmaydi, manfaat qilmaydi. Ularni azobdan qo'g'dabmi qololmaydi. Bu kunda do'stlar bir-biriga dushman bo'ladi. Faqat Allah uchun do'stlashgan taqvodorlar undaq emasdir. Ya'ni Allah Teala'dan başqa narsaga bo'lgan har qanday sadoqat va do'stlik qiyomat kuni dushmanlikka aylandi. Faqat Allah Teala rozilik uchun bo'lgan do'stlik mangu davom qiladi. Bu vaqtda İbrahim alayhissalom o'z qavmi uchun mundaq degan edi: Bu dunyoda butlarga cho'qinish maqsadida yig'ilishinglarning oranglardagi do'stlikka sabab bo'lishi uchun Allah'ını koyup butlarını ma'bud qilib oldinglar. Ondan qiyomat kuni ba'zinglar inkor qilasizlar. Ba'zinglar la'nat o'qiysizlar. Ya'ni qiyomat kuni mazkur do'stlik dushmanlikka aylandi. Agashkuchilardan ado juda bo'ladi. Agashturgichilarga la'nat o'qiydi. Chunki ularning dunyodagi do'stligi Allah üçün bo'lgan emas. Sizlarning joyinglar davzax bo'ladi. Sizlarni davzaxdan qutuldiradigan hech qanday yordamchi bo'lmaydi. Qiyomat kuni taqvodorlarga beriladigan bishorat va ularning jannatga kirishi to'g'risida. Ularga bandalarim bugun sizlarga qo'rqinish yo'q, g'am qayg'umi yo'q deyildi. Ondan Allah Teala ularga xo'sh bishorat berib mundaq deydi: Ular bizning oyatlarimizga iymon etgan va musulmon bo'lganlar edi.
ya'ni ularning dillari butunlay Alloh taolaning oyatlariga iymon keltirgan, amallari jihatda Alloh taolaning diniga bo'ysungan odamlardir. Mu'tamir ibn Sulaymon otasining bundoq deganligini rivoyat qiladi. Qiyomat bo'lib, insonlar qabrlaridan qo'zg'algan chaqda hamma odam qo'rqinishga tushidi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Ondan bir jakarchining bandalarim, bugun sizlarga qo'rqinish yo'q, g'am qayg'umi yo'q degan nidosi anglandi. Shuning bilan jami insonlar shundoq bo'lishini orzu qiladi. Nido qiluvchi so'zini davom qilib, ular bizning oyatlarimizga iymon etgan va musulmon bo'lganlar edi deydi. Bu chaqda mu'min bo'lgan odamlardan boshqa insonlar xotirjamlikdan umidsizlanadi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Ve ularga sizlar ayollaringlar bilan birga xo'shal xuram oldi jannatga kiringlar deyildi. Ya'ni jannatda xo'shal xuram yayranglar, baxt saodatdan bahramand bo'linglar deyildi. Bu oyatning tafsiri Sura Rumda so'zlangan. Ularga oltin leganlarda taom qo'yildi. Ya'ni oltindan qo'yilgan taom qaçıllarida oltin camlarda şarap tutuldu. Yani jo'g'isi yo'q, tutquchimi yo'q, oltin camlarda şarap tutuldu. Cennette ko'ngillar tatadigan, ko'zlar lazzatlanadigan narsalar bor. Yani cennette mazalik taom, esil xushpuroq, chiroyli manzillar bor. Subhanallah. Sizlar jannatdan mangu qolasizlar. Ya'ni sizlar jannatdan chiqmaysizlar. Uningdan yo'tkilishni xohlamaysizlar. Ondan keyin ularga hurmat qilish va yaxshilik qilish yuzidan mundaq deyildi. Sizlar dunyoda qilgan yaxshi amalinglar bilan varis bo'lgan jannat ana shudir. Ya'ni sizlarning yaxshi amalinglar Alloh taolaning rahmatiga erishishinglarga sabab bo'ldi. Hech kimni uning amali jannatga ilib kirolmaydi. Lekin u Alloh taolaning rahmati va fazli bilan jannatga kirdi. Faqat jannatdagi darajalarning farqli bo'lishi yaxshi amallarga qarta bo'ladi. Jannatda nurg'un turlik meyvelar bor. Uningdan yeysizlar. Ya'ni nimani ixtiyor qilsanglar, nimani xohlasanglar shuni yeysizlar. Alloh taolo jannatdagi taomni va ichimlikni tilga elish bilan birga ne'mat va xursandlikning to'liq bo'lishi uchun uningdagi meyvelarni bayon qildi. Gunohkorlar, ya'ni kuffarlar haqiqatan dovzax azobida mangu qolg'uchilardir. Ulardan azob birdammi yengiltilmaydi. Ular dovzaxda har qanday yaxshilikdan umidsizlardir. Ularga biz zulm qilmadik. Va lekin ular o'zlariga o'zlari zulm qildi. Ular, ya'ni kuffarlar dovzaxga muakkal farishtaga: "Ey Malik, Rabbing bizga o'lim hukm qilsin" deb to'laydi. Malik: "Sizlar azobni cho'qim qolasizlar" deydi. Biz sizlarga haqiqatan haq dinni keltirdik va lekin sizlarning ko'pchiliginglar haq dinni yomon ko'rguchilardir. Ular Muhammad alayhissalomga suiqasd qilishda bir ishni qaro qilgan bo'lsa, biz Muhammad alayhissalomga yordam berishda bir ishni qaro qilamiz. Ular gumon qilamdiki, biz ularning sirlarini va pichirlashganlarini anglamaymiz. Hergiz undaq emas. Uni anglab turamiz. Bizning elchilarimiz, ya'ni farishtalarimiz ularning oldida ularning amallarini yezib turdi. Badbaxtlarning yomon oqibati to'g'risida Alloh taolo baxtli kishilarning ahvolini bayon qilish bilan birga
onunğa ulapla bədbəxtlərinin halını bayan qılıb mındaq deydi. Günahkarlar, yani kuffarlar hakikaten devzək azabıda məngü qalğıçılardır. Ulardan azab birdenmi yenikletilmeydi. Ularga biz zulüm qılmadıq ve lekin ular özleri zulüm qıldı. Yani ularga delil turğuzulgan peygamberler əvətilgəndən keyin ular yaman əməllər bilen özleri zulüm qıldı. Ular peygamberlerini inkar qıldı. Allah Teala'ga asi boldu. Şunun bilen ularga muvafiq jaza berildi. Rabbin bendilerge zulüm qılğıcı emasdır. Ular, yani kuffarlar devzaqdan muakkel periştige, ey Malik, Rabbin bizge ölüm hüküm qilsin deb to'laydi. Yani ular devzaqni boshqaruvchi farishtalarni chaqirdi. İmam Buxoriy Safvan ibn Ya'ladın onun dadısının mundaq deganligini rivoyat qildi. Men Payg'ambar alayhisalomning munbar ustida bu oyatni o'qiganligini angladim. Ular, yani kuffarlar devzaqqa muakkil farishtaga, ey Malik, Rabbing bizga o'lim hukm qilsin deb to'laydi. Yani bizning jonlarimizni olsin, biz tortayotgan azobdan rohatga chiqasin deydi. Ular cho'qim xuddi Allah Taala ularning o'lib aram tepib qolmasligi uchun jonlar elinmaydi, ulardan azobmi yenikletilmaydi degandek azob ichida qilaverdi. Allah Taala bu vaqtda mundaq degan: "Eng shaqiy odam vaz nasihatdan qochidi. U katta o'tqa, yani devzaqqa kirdi. Ondan u o'tda o'lmaydi ve obdan yaşamaydı. Ular ölümni so'ragan chaqda Malik ularga javob berib, "Sizlar azobda cho'qim qolasizlar" deydi. Yani sizlarga devzaqdan chiqish yo'q. Uningdan yo'tkilishmi yo'q. Allah Taala ularning badbaxt bo'lib qolganligi sababidan mundaq bayon qildi. Ularning haqqa muxolifatchilik qilganligi, haq bilan qarshilashganligi ularning badbaxt bo'lib qolganligining sababidir. Allah Taala mundaq deydi: "Biz sizlarga haqiqatan haq dinni keltirdik. Yani onu sizlarga ro'shan va ochiq bayon qildik. Va lekin sizlarning ko'pchiliginglar haq dinni yomon ko'rguchilardir. Yani lekin sizlarning tabiatinglar uni qabul qilmaydi. Onunğa boysunmaydı. Tabiatinglar faqat batılga boysunudu. Onu ulug'laydi. Sizlarni haqdan to'sidi. Uni yomon ko'rdi. Haq ahlini dushman tutdi. Sizlar o'zinglarga malomat qilinglar. Pushaymon sizlarga foyda bermaydigan bu vaqtda pushaymon qilinglar." Ular Muhammed aleyhisselam'a suiqasd qilishda bir ishni qaror qilgan bo'lsa, biz Muhammed aleyhisselam'a yordam berishda bir ishni qaror qilamiz. Mujahid bu oyatning ma'nosi haqida, ular yomon suiqasd qildi, biz ularga taqobil turdik deganlik bo'ladi dedi. Bu vaqtda Allah Taala mundaq degan: "Ular Solihga qarshi suiqasd planladi. Ularning halok bo'lishini tiziltish uchun suiqasdi uchun tuyuqsiz jazoladik. Bu shuning uchundirki, mushriklar haqqi nohaq bilan qarshi turishni o'zlariga yo'l qilib olgan bo'lib, hiyla mekr bilan aldamchilik qildi. Allah Taala uningga taqobil turdi. Ularning hiyla mekrining yomonligini o'zlariga qaytirdi. Shuning uchun Allah Taala mundaq deydi: "Ular gumon qilamdiki, biz ularning sirlarini va pichirlashganlarini anglamaymiz. Yani ular bizni ularning yo'shurun va oshkor so'zlarini anglamaydi deb o'ylaydi. Hergiz undaq emas. Uni anglab turamiz.
Bizning elchilerimiz, yani periştilerimiz ularning oldida ularning amellarini yezib turdi. Yani ularning nima ish qilib turganligini bilib turimiz. Periştiler hem ularning cho'ng kichik amallarining birini qo'ymay yezib turdi. Agar mehribon Allohning balasi bo'ladigan bo'lsa, men u balaga ibodat qilguvchilarning avvali bo'ladim degan. Osmonlarning va zaminning Rabbi, arshning Rabbi ularning so'zlaridan pokdir. Ularni, ya'ni Makka kuffarlarini gumrohliklarda va nodonliklarda qo'yib bergin. Ular va'da qilingan kuniga muloqot bo'lgan qadar batıllarga chumsun ve dünyası bilen oynasın. Allah asmandımu ilahdır, zimindimi ilahdır. Allah hikmet bilen iş kılgıçıdır, hemmini bilgiçidir. Asmanlarning, ziminning ve ularning arasındaki neslelerinin padişahlığı ilkide bo'lgan zat kattadır. Kıyametning bo'ladigan vaqti to'g'risidagi bilim hakikaten yalğız Allah'ның dergahidir. Sizlar Allah'ның dergahiga qaytirilisizlar. Ularning Allah'ni qo'yib cho'qingan narsalari shafaat qila olmaydi. Faqat haq bilan guvohlik bergan, ya'ni la ilaha illalloh degan tili bilan aytganni dili bilan haqiqiy bilganlar buningdan mustasno. Agar sen ularni kim xalq etganligini so'rasang, ular cho'qim Alloh deydi. Ular qandoqmi Allohga ibodat qilishdan butlarga ibodat qilishga burilib ketadi? Alloh taolo Muhammad alayhisalomning ey Rabbim, bular haqiqatan iymon etmaydigan qavmdir degan so'zini biladi. Sen ulardan yuz o'rgin. Salom degin, ya'ni ularga beddua qilmagin. Dinga da'vat qilmagin. Ular kelgusida kufrining oqibatini biladi. Allah Teala'nın balası yo'qligining dalillari to'g'risida. Allah Teala mundaq deydi: Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, agar mehribon Allah'ның balası bo'ladigan bo'lsa, men u balaga ibodat qilguvchilarning avvali bo'ladim degan. Ya'ni agar shundoq bo'lib qolsa, men shuningga binoan u balaga albatta ibodat qilgan bo'ladim. Chunki men uning bandalaridan bir bandidirman. Meni buyurgan jimi ishda uningga itoat qilguvchiman. Men uningga ibodat qilishda cho'ngchilik qilmayman va ibodatdan bosh tortmayman. Agar Alloh taolaning balasi bo'ladigan bo'lsa, men albatta u balaga yo'g'onchilik qilmasdan, bosh tortmasdan albatta ibodat qilgan bo'ladim. Lekin bu Alloh taolaning zotiga to'g'ri emasdir. Bu haqda Alloh taolo mundaq degan: Agar Alloh taolo bola tutishni xohlasa edi, albatta mahluqot ichida xolig'ini ixtiyor qiladi. Alloh taolo bola tutishdan pokdir. U g'olib bir Allohdir. Osmonlarning va zaminning Rabbi, arshning Rabbi ularning so'zlaridan pokdir. Ya'ni shay'larni yaratquchi Alloh taolo o'ziga bola tutishdan pokdir. Ulug'dir, yuksakdir. Allah Teala hakikaten yalğız bir ilahdır. Hamma onunğa muhtajdır. Onun hiç o'xshishi, tangdishi yo'qdir. Allah Teala hergiz balı tutmaydı. Ularni, ya'ni Makka kuffarlarini gumrohliklarda va nodonliklarda qo'yib bergin. Ular va'da qilingan kuniga muloqot bo'lgan qadar batıllarga cho'msin va dunyosi bilan o'ynasın. Yani ularning nodonlikqa va gumrohlikqa, ya'ni ularning nodonlikqa va gumrohlikqa cho'msin. Ularga va va'da qilingan kun qiyomat kunidir. Ular shu kunda boradigan joyning va oqibatining qandoq bo'ladiganligini biladi. Rabbining yolg'iz ekanligining bayoni to'g'risida. Allah osmondimi ilahdir, zimindimi ilahdir. Ya'ni
u osmondagi jimi maxluqotning va zimindagi jimi maxluqotning ilohidir. Alloh taologa osmon va zimin ahli ibodat qiladi. Ularning hammasi Alloh taologa bosh egguchidir. Ular o'zlarini Alloh taoloning oldida to'limi to'van tutadi. Allah hikmet bilen iş qiluvchidir, hammani bilguchidir. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq degan: Osmonlarda va ziminda ibodat qilinishga tegishlik Allah ana shudir. U sizlarning yo'shurun va oshkor ishlaringlarni, yaxshi yomon qilmishlaringlarni bilib turdi. Ya'ni osmonlar va ziminda ibodat qilinadigan iloh ana shu Alloh taolodir. Osmonlarning, ziminning va ularning orasidagi narsalarning podshohligi ilkida bo'lgan zot kattadir. Ya'ni Alloh taolo osmonlarni, ziminni va ularning orasidagi narsalarni yaratquchidir. Ularning podshohidir. Ularni xohlagancha idora qilguchidir. Alloh taologa hech to'sqinlik qilguchi bo'lmaydi. Alloh taolo bola tutishdan pokdir, buyukdir. Ya'ni Alloh taologa ayiblardan, nuqsonlardan pok bo'lish mujassamlashgandir. Chunki u yuksak Rabbdir. Şeylarning buyuk podshohidir. Biror ishni buzish yoki puxta qilish jihatda ishlarning ochqichi Alloh taoloning qo'lidadir. Qiyomatning bo'ladigan vaqti to'g'risidagi bilim haqiqatan yolg'iz Allohning dargohidadir. Ya'ni uni faqat o'zi belgilagan vaqtda maydonga chiqardi. Sizlar Allohning dargohiga qaytarilasizlar. Ondan Alloh taolo har odamga uning amaliga qarata yaxshilik bo'lsa mukofot, yomonlik bo'lsa jazo beradi. Butlarning shafaat qilish huquqi bo'lmaydiganlik to'g'risida. Ularning Allohni qo'yib cho'qingan narsalari shafaat qila olmaydi. Ya'ni ular Alloh taoloni qo'yib cho'qingan butlar ularga shafaat qilishga qodir bo'la olmaydi. Faqat haq bilan guvohlik bergan, ya'ni la ilaha illalloh degan tili bilan aytqanni dili bilan haqiqiy bilganlar buningdan mustasno. Ya'ni kimiki aqlonilik bilan haqni bilib, haq bilan guvohlik bersa, Alloh taoloning dargohida Alloh taolo uningga shafaat qilishga izni bergandan keyin uning shafaati manfaat qiladi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Mushriklarning maxluqotlarni yolg'iz Alloh taoloning yaratganligini e'tirof qiladiganlik to'g'risida. Agar sen ularni kim xalq etganliklarini so'rasang, ular cho'qim Alloh deydi. Ular qandaqmi Allohga ibodat qilishdan butlarga ibodat qilishga burilib ketadi? Ya'ni agar sen Alloh taologa shirik keltirgan, Alloh taologa boshqa narsalarni qo'shib ibodat qilgan ana shu mushriklardan ularni kim xalq etganliklarini so'rasang, ular cho'qim Alloh deydi. Ya'ni ular jami narsalarni yaratishda hech kimni shirik qilmagan yolg'iz Alloh taoloning yaratganligini e'tirof qiladi. Shundaq turuqliq ular Alloh taologa boshqa narsani, ya'ni hech narsaga ega bo'la olmaydigan, hech narsaga qodir emas butlarni qo'shib ibodat qiladi. Ular bu vaqtda nihoyatmi bak jahil, död va aqli yo'q hamoqatlardir. Shuning uchun Alloh taolo mundaq deydi: ular qandoqmi Allohga ibodat qilishdan butlarga ibodat qilishga burilib ketadi? Payg'ambar alayhisalomning Alloh taologa shikoyat qilganlik to'g'risida. Alloh taolo Muhammad alayhisalomning: "Ey Rabbim, bular haqiqatan iymon etmaydigan qavmdir" degan so'zini biladi. Ya'ni Muhammad alayhisalom Rabbiga qavmi to'g'riliq shikoyat qilib, ularning o'zining payg'ambarligini inkor qilganligi haqida mundaq deydi: "Ey Rabbim, bular haqiqatan iymon etmaydigan qavmdir." Bu vaqtda Alloh taolo yana bir oyatda mundaq xabar qilgan. Payg'ambar aytdi: "Ey Rabbim, shubhisizki mening qavmim bu Qur'onni tashlandiq qilib qo'ydi.
bizning yuqoridagi oyatga tafsir qilgan so'zimiz Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu, Mujahid va Qatada qatorliqlarning so'zidir. Ibn Jarir u oyatni buning asoslanib tafsir qildi. Alloh taolaning Muhammad alayhissalomning "Ey Rabbim, bular haqiqatan iymon etmaydigan qavmdir" degan so'zini biladi degan oyat haqida Mujahid mundaq deydi. Alloh taolo Muhammad alayhissalomning so'zini o'z so'zining orasiga kirgizishni xohladi. Qatada mundaq deydi. Bu payg'ambaringlar Muhammad alayhissalomning so'zidir. U Rabbiga qavm haqida shikoyat qilyotdi. La ilaha illalloh Muhammad rasul. Sen ulardan yüz o'rgin, ya'ni mushriklardan yüz o'rgin. Salam degin, ya'ni ularga beddua mı qilmagin, dinga da'vat mı qilmagin. Ya'ni ularning san qilgan yomon so'zlariga o'xshash yomon so'zlar bilan ularga javob qaytarmagin. Lekin ularga yumshoq bo'l. Ularning so'z harakatidan yüz o'rgin. Ular kelgusida kufrining oqibatini biladi. Bu oyat ularga Alloh taolo tarafidan berilgan tahdiddir. Shuning uchun Alloh taolo ularni qutulg'ilib bo'lmaydigan qattiq azobiga giribtor qildi. Dinini, so'zini, ya'ni la ilaha illallohni ustunlikka erishtirdi. Shuningdan keyin jihodni, urushda chidamliq bo'lishni yo'lga qo'ydi. Kishilar Alloh taolaning diniga top-top bo'lib kirdi. İslam dunyoning har qaysi joylariga tarqadi. Alhamdulillah. Alloh taolaga shukrlar bo'lsin. Shuning bilan sura Zuhrufning tafsiri tugadi. Kelar qitimda sura Duxon tafsiridan 1-oyatdan boshlab o'qiymiz inshaalloh. Sallallahu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.